Bir kun ertalab bezovta tushlardan uyg'ongan Grigoriy Samsa o'zini bir g'alati hasharotga aylanganini ko'radi. Bu satr mutlaqo oddiy eshitilishi mumkin, ammo unda butun insoniyatning fojiaviy holati yoki faryodi aytib o'tilgan. Kafka bizga bitta savol beradi: agar sen foydali bo'lmasang, oilangga, jamiyatga yoki o'zing uchun hali hamon insonmisan yoki oddiy bir hasharot? Fransiz Kafkaning Evrilish asarida har birimizda yashirinib yotgan Grigoriy Samsaning faryodini eshitamiz. Asarni chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, Grigoriy oddiy odam edi. Yashash uchun emas, ishlash uchun yashardi. Orzu qilmasdi, savol bermasdi, shunchaki tizimning tishli g'ildiragiga aylanib qolgan edi. U uyg'onadi. Endi u inson emas. U shunchaki bir oddiy hasharot. Va u na oilasiga kerak va na o'z boshlig'iga. U allaqachon aylanib bo'lgan edi o'sha hasharotga. Lekin u buni endigina tushunib yoki endigina anglab yoki jismoniy holatda anglab bo'lgan, jismoniy holatda sezgan edi. Uning ayanchli holati boshqa odamlarning asl yuzini ochib beradi. Onasi unga mehrdan emas, qo'rquvdan hushini yo'qotadi. Otasi unga mehr ko'rsatmasdan faqatgina yomonlik qiladi. Singlisi uni bir necha kun boqadi va undan juda osonlikcha voz kechadi. Bu yerda biz bir haqiqatni ko'ramiz. İnsonlarga bo'lgan muhabbat ko'pincha shartli bo'ladi. Sen mehr ko'rasan, evaziga ishlab berasan. Grigoriy asta-sekin xonasiga chekindi. Jismoniy emas, ruhiy jihatdan juda kuchli travmalar olgan edi. U shunchaki o'zini yo'qotdi. Oxir-oqibat o'lim uni ozodligi bo'ldi. Kafka bizga o'z fantastik asari bilan nima demoqchi? Kafka u hasharot obrazdan foydalanib inson qadrini yo'qotishini yoki yo'qolishini ifodalagan. Grigoriy hayotida eng katta jinoyatni sodir etdi. U foydasiz bo'lib qoldi. Bu yerda Kafka juda chuqur ijtimoiy va psixologik muammoni olib chiqdi. Insoniyat jamiyat ko'zida faqat foydali bo'lsagina seviladi yoki qadrlanadi. Biz har kuni o'zimizni o'zimizga isbotlashga harakat qilamiz. Men ishlayapman, demak men kerakman. Men foyda keltiryapman, demak men sevilishga loyiqman. Lekin bu ko'rinmas zanjir. Va bir kun kelib bu zanjir ich-ichimizdan ezib tashlaydi. Kafka o'z hayotida shaxsiy begonalikni boshdan kechirgan. U otasi bilan judayam yomon chiqishgan. U o'zini doimiy jamiyatga orzu yuk sifatida ko'rgan. Shuning uchun evrilish faqat adabiy emas, shaxsiy faryod hamdir. O'z aslida chuqur o'ylab qarasak, zamonaviy dunyoda Grigoriylar juda ham ko'p. Ular doim ishlaydi, lekin hech qachon qadrlanmaydi. Keling bir odamni tasavvur qilaylik. U har kuni ofisga boradi, 5 soat ishlaydi, 5 soat uyquga vaqt sarflaydi va 1 soat oilasi uchun. Lekin o'zi uchun umuman vaqti yo'q. U hasharot emas, lekin asta-sekin hasharotga aylanib boryapti. Yoki yoshi ulg'aygan bir odamni olaylik. U nafaqaga chiqqan, o'z nafaqasini olyapti. Agar nafaqasi bo'lmasa, u keraksizmi shunda? Yoki uy bekasi tashqaridan umuman oilaga pul olib kirmaydi. Faqat uy ichidagi juda ko'p ishlarni qiladi. Shuning uchun u past baholanmaydimi? Evrilish bu odamlar haqida va biz va men haqimda. Video yakunida Kafka bizga qoldirgan savolni aytmoqchiman. Sen kim bo'lasan agar sening foydang qolmasa? Bu savol og'riqli, chunki bu savolga juda ko'p odamlar hali tayyor emas. Biz insonmiz yoki biz faqat rollarimizni ijro etamiz. O'g'il, opa, singil, o'quvchi, o'qituvchi, xizmatkor. Agar hammasini olib qo'ysa-chi bizdan, biz kim bo'lamiz? Oddiy hasharot yoki hali ham inson? Kafka bizni bu savolga o'ylashga majbur qiladi. Va shuni aytamanki, bu savol bizdan da oldin aktual bo'lgan va hozirda ham aktualligini yo'qotmagan.